Ba'zi insonlar qabristondagi qabrlar ustiga Qur'on tilovat qilib turuvchi jihozlarni o'rnatib qo'ymoqdalar. Shu ishni qilish joizmi? Ushbu tilovatdan mayitga savob yetadimi? Haqiqatda men ham shohidi bo'ldim. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rdim. Ota-onasini qabri ustiga maxsus moslama bilan Qur'on tilovatini qo'yib qo'yaptilar. Balkim savob umidida qilayotgandir. Lekin har bir qilayotgan ishini tagida shunga shariat nima deydi degan savolni berish kerak. Mana hozir juda ham to'g'ri savol beribdi. Savol berguvchi birodarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Qabrni tepasiga Qur'onni qo'yib qo'yishlikda shariat hech ham buyurmagan va bunga savob yo'q. Bu balki bid'at bo'ladi. Qur'onni aslida Qur'onni eshitish kerak. Agar Qur'on o'qilinsa, unga quloq soling, jim turing, shoyatki rahim qilinsangiz deydi Alloh taolo Qur'onda. Ushbu oyati karimada ko'rinib turibdiki, Qur'on o'qiganda uni eshitishlik, unga quloq solishlik, unga tafakkur qilib o'tirishlik kerak bo'ladi. Bu alohida bir Qur'onni eshitishlikka bo'ladigan savob. Lekin mayit uchunchi, mayit uchun aslida o'tganlarning haqqiga Qur'on tilovat qilib baxshida qilish bor. Bizning Hanafiy mazhabimizda, xususan bizning ahli sunna val jamoa mazhabida bunga ruxsat bergan fatvolar bor. Ya'ni bir ibodat masalasi ma'nosida. Aytaylik, Qur'on o'qishlik bu ibodat. Mana shu qilgan ibodatiga berilajak savobini ota-onasiga bag'ishlab qo'yishlik, ya'ni ota-onasining savob daftariga yozib qo'yishlikni so'rab duo qilishlik bor. Xuddi aytaylik, haj badal qilib bergani kabi yoki ota-onasining nomidan sadaqa qilgani kabi, xuddi shuningdek Qur'on tilovat qilib ularning haqqiga bag'ishlab duo qilsa bo'ladi. Lekin qabrni tepasiga Qur'onni qo'yib qo'ysa, bundan mayitlarga hech qanday savob yo'q. Shuning uchun bunday narsani qilishlik, o'sha jihozni olib o'sha yerga qo'yishlik ham Qur'onning hurmatini ketkazadi. Chunki hali aytib o'tganimdek, Qur'on tilovat bo'lganda eshitish kerak, quloq solish kerak. Qolaversa, shariat buyurmagan yangi bir bid'atni kirgizgan bo'ladi. Va bu aksincha savobni o'rniga gunohlarni keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsalarni qilmaslik kerak. Balki ota-onasining nomidan ihsonlar qilsin, ularning haqqiga o'zi duo qilsin, qabrlarni borib tez-tez ziyorat qilib tursin. Mana bu narsa ko'proq savob bo'ladi.